Assalomu alaykum bolajonlar. Mana buni nima qilsak bo'ladi? Mana bu yerga qilib qo'ysak, tikka qilib qo'ysa bo'ladi, to'g'rimi? Endi shartimiz biz nima qilishimiz kerak? Mana bu joyga buni tikka qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qanday qilib tikka qilsak bo'ladi? Videoni to'xtatib qo'yib, mana shuni nima qilishingiz kerak? Bajarishingiz kerak bo'ladi, qanday qilib. Endi demak, bajaradigan bo'lsak, buni turg'iztirishimiz uchun bizga nima kerak? Bilkalar kerak bo'ladi. Mana ikkita vilkani nima qilamiz? Mana bu yerga qo'yamiz-da. Wow. Yaqinroqdan ko'rsak bo'ladi. Bemalol nima qilibdi? Tikka turibdi. Endigi tajribamizda nima qilishimiz kerak bo'ladi? Mana bu yerda ko'pgina mixlar bor. Mana shu mixlarni qanday qilib bitta mixning ustiga nima qilib berishimiz kerak? Qo'yib berishimiz kerak bo'ladi. Mana shuni demak, uyda bajarib ko'ramiz. Keyingi tajribalarda shu ishni nima qilamiz? Birgalikda bajarib ko'ramiz. Xayr bolajonlar.